bilmay qolsa manzil yo'lim, ba'zan nelargadir yetmasa qo'lim. Menniki tilasam chindan tiladim, yaratgan egamdan undan so'radim. Menniki tilasam chindan tiladim, yaratgan egamdan undan so'radim. Bordan vafo istar bo'lsam suyukli yordan, ko'ngil tirnalmasin deya ozordan. Menniki tilasam chindan tiladim, yaratgan egamdan undan so'radim. Menniki tilasam chindan tiladim, yaratgan egamdan undan so'radim. Chindan tiladim, yaratgan egamdan undan so'radim. Menniki tilasam chindan tiladim, yaratgan egamdan undan so'radim. Topganim sog'ligim, molu davlatim, iymonim boyligim, dinim savlatim. Ota-onam mening asli jannatim, qolgani topilar chindan tiladim, yaratgan egamdan undan so'radim. Qolgani topilar chindan so'radim, yaratgan egamdan undan so'radim. Rahmat. Assalomu alaykum aziz onajonlarim, opa-singillarim. Bugun o'zlaridan vaqtlaridan ajratib, qimmatli vaqtlaridan ajratib, bizni mana shu chiroyli kunimizda yonimizda bo'lib kelamiz deganlaringiz uchun Alloh qadamlaringizga qasdlar bo'lsin. Alloh qo'llab-quvvatlasin. Men doim bir narsani aytaman. Tug'ilishimga onajonim bilan otajonim sababchi. Sababchi bular. Azizaxon deb ismimni qo'yishimga sababchi qo'yishlariga. Allohim shunaqa san'atkor qilib, ovoz berib, meni yaratib qo'ydi, o'ziga behisob shukr. Ana undan keyin qolganini kichkinaligimdan, mana shu 4-5-sinfligimdan beri sahnada siz azizlar qo'llab-quvvatlayapsizlar. Sizlar tufayli bugun men sahnadaman. Sizlar tufayli sizlarning to'ylaringizda xizmatdaman ko'p yillardan beri. Sizlar tufayli opalarim, singillarim, onalarim ko'paygan ko'chada. Hammalaringizni borlaringizga shukr. Hozir qarab turibman, menga yaqin bo'lgan chehralar, istarali yuzlar, ko'plaringiz to'ylaringizda xizmat qilganman. Bundan keyin ham xizmat qilish nasib qilsin.